Christian Diorning ta'biri bilan aytganda, gullar ayollardan keyingi o'rinda turgan eng go'zal mavjudotlardir. Har bir gulning o'ziga yarasha chiroyi va o'ziga yarasha ifori bor. Har birining o'z shaydosi bor. Keyingi lavhamiz orxideya shaydolarini befarq qoldirmasligi aniq. Assalomu alaykum. Meni ismim Dilafruz Qosimova. Men orxideyalar bilan 10 yildan beri shug'ullanaman. Orxideya meni eng yaxshi ko'rgan gullarimdan biri. Va sizlarga bugun shu orxideyaga qanaqa parvarish qilishni o'rgataman. Avvalambor bizga bu gulni ko'pincha sovg'a qilishadi yoki o'zimiz shu gul do'konlarida ko'rib sotib olamiz. Lekin uyga olib kelganimizdan keyin unga to'g'ri parvarish qila olmay, uni o'ldirib qo'yamiz. Shu holat bo'lmasligi uchun sizlarga umumiy bitta parvarish usulini ko'rsataman bugun. Orxideya guli internetda aytilganidek unaqa injiq gul emas, agar uni tilini tushunsangiz. Orxideya gulini sotib olganimizdan keyin paketlaridan olib, shuni shunaqa tuvakda qoldirishimiz kerak. Bu tuvagi nimaga? Ichi ko'rinadigan sof bo'ladi. Ichi mana shunaqa ko'rinib turadi ildizi. Chunki orxideyani ildizi fotosintez, ya'ni barg qanaqa funksiya bajarsa, ildiz ham xuddi shunaqa funksiya bajaradi. Shuning uchun orxideyani har doim shunaqa ichi ko'rinadigan tuvaklarga ekish kerak. Ildiz har doim qachon suv quyish kerakligini aytadi. Agar orxideya ildizi kulrang, oqish rang bo'lib qolgan bo'lsa, demak bu gulga suv quyish kerak. Chunki chanqagan bo'ladi. Agar orxideyani ildizi bunaqa yashil bo'lib qolgan bo'lsa, ichida kondensat, ya'ni shu namlik paydo bo'lgan bo'lsa, unga hali suv quyish kerak emas. Bu gul hali chanqamagan hisoblanadi. Shunaqa savol keladi, orxideyani qanaqa oziqlantiradi, nimalar berish kerak degan. Orxideya gullayotgan bo'lsa, unga hech qanaqa ozuqa kerak emas. Chunki u gullaguncha kerakli ozuqalarni olib bo'lgan bo'ladi va shuning uchun faqat shu gullashini kutib turamiz. Gullayotgan paytida orxideyaga ozuqa berilmaydi. Agar ozuqa berilsa, gullarini to'kib yuboradi. Shuning uchun oddiy suv beramiz. Orxideyaga filtrlangan yoki 2-3 kun shu tindirilgan suv beriladi. Internet tarmoqlarida ko'pincha orxideyani muz bilan sug'orayotganini ko'ramiz. Mana bu yerga muzli qo'yib qo'yishadi-da, va sekin o'zi eriydi, o'zi sug'oradi deb shunaqa qilib o'rgatishadi. Bu narsa xato deb o'ylayman, chunki bu orxideya tropik gul. Tropikada hech qachon biz muz ko'rmaganmiz va bu gullar har doim iliq, nam joyda o'sadi. Shuning uchun har doim suv quyayotgan yerda ham iloji boricha iliq bo'lishi kerak, muzdek bo'lishi kerak emas. Qayerga qo'yganimiz yaxshiroq degan savol keladi. Orxideyani ko'proq yorug' joyga qo'yish kerak. Yana qanaqa? Agar sizda har doim quyoshli joy bo'lsa, pardani orqasiga qo'yishingiz kerak. Shu parda sizlarni shu quyosh tushib turgan oynanglarni filtrlab turadi-da, orxideyaga unaqa kuydiradigan quyoshinglar tushmaydi, filtrlangan quyosh tushadi. Shuning uchun iloji boricha shunaqa joy tanlagan yaxshi. Orxideyaga agar to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushadigan bo'lsa, baylari buni ingichka tez kuydirib yuborishi mumkin. Mana shunaqa orxideyani har xil turlari bo'ladi. Bu hozir birinchi ko'rsatganim bo'yi past, gullari ham tsvetonosi, ya'ni shu gullar o'sadigan cho'pi ham kichkinaroq edi. Bu esa mana shunaqa osilib o'sadigan chiroyli orxideya. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, orxideyalarimda menda cho'p yo'q. Xuddi tabiatda qanaqa o'sayotgan bo'lsa orxideyalar shunaqa o'stirishga harakat qilaman. Nimaga? Chunki o'zi shundoq ham bular stressda kelishadi. Bizani Toshkentga kelguncha qanaqa yo'llar bo'lsa stressda kelishadi. U paytda suvlar quyilmaydi va kelgan shunaqa cho'plarga, salafanlarga o'ralgan, qotirilgan bo'ladi cho'plarga. Shuning uchun men uni olib kelishim bilan cho'plaridan, salafanlaridan xalos etaman. Ya'ni shu tabiatga yaqin holda o'stiraman. Tabiatda bular mana shunaqa chirmashib, mana shu ildizlari tabiatda daraxtlarga chirmashib o'sadigan gul hisoblanadi. Chunki bular epifit. Ildizlari har doim shamolda, ya'ni shu nafas olib turish kerak ildizlari ham. O'shanda chirib ketmaydi. Suv quyayotganimizda ham xuddi shunaqa holat. Faqatgina qattiq shu chanqaganida quyish kerak. Ortiqcha namlik bular ildizlarni chiritib yuboradi. Gullari mana shunaqa to'kilib boshlaydi qurigandan keyin bu cho'pi shunda o'zi qoladi. Nima qilish kerak shu paytda? Cho'pini kesish kerakmi, yo'qmi degan savol bo'ladi. Bu yerda ikki xil yo'li bor. Bir xil orxideyalar kuchi yetmay sarg'aytiradi cho'pinida, o'zi quritadi.
bir xil orxideyalar shu cho'pini yashil holatda ushlab turaveradi. Shuning uchun biza mana bu yaqinroqdan ko'rsatishimiz mumkin. Mana bitta birinchi gullagan guli bo'ladi va keyin u yog'ida uxlayotgan pochkalari, ya'ni mana bunaqa bo'g'imlari bor, pochkalari bor u yerda. Mana shu birinchi gulidan keyingi mana shu pochkani oldidan mana shunday qaychi bilan kesib olishimiz kerak. O'shanda mana shu uxlayotgan pochkalardan qaysidir birini orxideya uyg'otib, yana keyingi gullashiga yordam beradi. O'shaning uchun orxideyani cho'pi qurigandan keyin orxideya ham o'lyapti yoki orxideya mazasi bo'lmayapti demayli, chunki bu tabiiy holat. Agar kuchi yetsa, yana shunaqa gullashga harakat qiladi. Agar kuchi yetmasa, oziq moddalari yetmayotgan bo'lsa, sarg'aytiradi. O'shanda sarg'aytirgandan keyin mana shu oxirigacha kesib tashlayverish kerak qo'rqmasdan. Keyingi shu orxideya bizani Toshkent sharoitimizda noyabrlardan boshlab gullashni boshlaydi. Nimaga desanglar, havo temperatura o'ynashni boshlaydi. Kunduzi issiq, kechqurun rezki 6-10 gradusga tushib qoladigan paytlar bo'ladi. O'shanda orxideya gullashga harakat qiladi. Ayniqsa mana shu temperaturani o'ynayotganda bu orxideyani gullashiga turtki bo'ladigan narsa. Shuning uchun yaqinroq, shu oynaning oldiga yaqinroq joyga qo'yganinglar yaxshi. O'shanda chiroyli bo'lib mana shunaqa gullab turadi. Keyingi gulimiz bu ham bir chiroyli orxideyaning turlaridan biri. Bu gullarni gullatish qiyin deb o'ylashadi, lekin qiyin emas. Chunki agar siz uni vaqtida oziq moddalarni bersangiz, ya'ni shu o'zi 1 yil bo'lsa, masalan, 1 yil ichida o'zini payti bor. Masalan, bahorda bular yashil massasini ko'paytirish kerak. Ya'ni shu ildizi bilan bargini o'stirishga yordam beradigan oziq moddalar kerak. Bu azot kuchliroq bo'lgan dorilar. Azot kuchliroq dorilar bergandan keyin shular yashil massasini ko'paytiradi. Keyin yozda bular dam oladi. Hech qanaqa oziq moddalar berilmaydi, chunki yoz baribir issiq hisoblanadi bu orxideyalar uchun, chunki ham quruq bo'ladi yoz 30-35 gradusda bu gullar sal o'zi stressga tushishni boshlashadi. O'shanda konditsionerlar yoqib, ozgina havoni shunaqa 25 graduslarga qilib qo'yish kerak, chunki bular shunaqa stressga tushadigan odati bor suvdan. O'shaning uchun oziq moddalar agar o'shanda ham yozda ham oziq modda berilsa, bular undan ham stressga tushib qiynalib qolishadi. Shuning uchun qiynamaslik uchun yozda hech qanaqa dori berilmaydi, faqat suv quyiladi. Salqinlar tushishni boshlashi bilan bahorda azotli dori bergan bo'lsak, endi gullashiga kerakli, ya'ni fosfor, kaliysi bor kuchliroq dorilar beriladi. Shu fosfor va kaliy bor dorilar beriladi. O'shanda bular gullashga harakat qiladi. Yashil massasini bahorda o'stirib bo'lib, sentyabr shu oktyabrlardan boshlab gullashni boshlaydi. O'shaning uchun o'zini tartibi bilan berilsa oziq moddalar, sizga orxideya har doim shunaqa noyabrlardan, oktyabrlardan boshlab, ya'ni ayniqsa yangi yilda mana shu devor mana gulga to'lgan bo'ladi, chunki men har doim shu tartib bilan beraman va tartibim buzilmagani uchun har doim shu yangi yilda mana shu devorim gulga to'lgan bo'ladi. Orxideyalarim eng gullayotgan payti bo'ladi. Shu orxideyalar daraxtlarda shu qushlardan qolgan axlatlardan yomg'irda eriydi, u sharbatga aylanib, ayniqsa shu daraxt uni shimoygandan keyin shuni o'rab olib, shuni oziqlanib yotadigan epifit hisoblanadi. Daraxtlardan mana shunaqa chirmashib o'sganda bular mana shunaqa yuzi to'rimasda egilib turadi, chunki bular tabiatda yomg'ir yog'ganida agar o'rtasiga tushsa yomg'ir chirib ketishi mumkin. Shuning uchun bular tabiatga moslashgan holda yuzini mana shunaqa egib turadi, chunki yomg'ir yog'gandan keyin bularda oqib tushishiga yordam beradigan sharoiti. Shunga yaqin qilib, men kichkina shu orxideyani bolachalaridan ekib ko'rganman, tabiatga yaqin qilib. Bu uchun men shunaqa mo'x degan substratdan foydalanganman. Mo'x ildizlarini oldin yaxshilab koptok shakliga keltirib, mo'xni shunaqa yopishtirib olganman orxideya bilan birga. Lekin bizani ozgina parvarishimdan keyin shuni bildimki, bularga baribir namlik yetmayotgani, chunki baribir manba nam bo'lib turishi uchun, har doim shu namligini saqlab turishi uchun bizani sharoitimiz baribir quruqlik qildi bunaqa usul uchun. Shuning uchun men buni ozgina vaqtdan keyin mana shunaqa stakan, bir martalik stakanlar bilan boylab qo'ydim, chunki bu mana shu mo'ximni, mana shu orxideyani
ildizlari 1-2 kun yana ko'proq namlikni ushlab turishiga yordam berdi va shu quygan suvim 3-4 kunga yetdi. Shuning uchun hozir mana shunaqa chiroyli bo'lib o'sishyapti. Niyatim shunaqa chiroyli bo'lib gullab turgan holatini ko'rish. Kichkinaligidan shunaqa qilib o'stiribman, chunki kichkina orxideya tezroq ko'nikadi deb o'ylayman kattalardan ko'ra. Endi natijasini keyingi ko'rsatuvlarda ko'rsataman. Orxideyalarni shunaqa chiroyli gullatishdan boshqa yana bitta mani sevimli hobbim desam bo'ladi, mashg'ulotim bu orxideyani urug'idan o'stirish. 2 yildan beri orxideyani urug'idan o'stirish bilan shug'ullanyapman. Uy sharoitida shunaqa idishlarda urug'ini ekib o'stiryapman. Bu asosan o'zi laboratoriya ishi, lekin men uni uy sharoitida eplayapman va mana shunaqa chiroyli qilib o'stirishga harakat qilyapman. Urug'ini qayerdan olasiz degan savol berishingiz mumkin. Urug'ini men shu gullagan orxideyalarimdan bir-biriga changlantirib, mana shunaqa qilib urug'ini olaman. Bu urug'i, ya'ni shu korobochkasi, mana shu urug'i joylashgan qobig'ida 7 millionga yaqin urug' bo'ladi. Qaysidir birlari puch bo'ladi, qaysidir birlaridan chiqishi mumkin. Bu qobiq 7 oy, 8 oy mana shunaqa orxideyani cho'pida osilib turadi. Qobiq sarg'ayishni boshlaydi-da, sekin ochilishni boshlaydi o'zi. O'shanda men shunga yaqin uni terib olishga harakat qilaman. Xuddi paxtani tergandek, buni ham sekin uzib terib olaman va shu asrashga harakat qilaman. Chunki uni urug'i bizni ko'rgan gulli urug'iga o'xshamaydi. Xuddi changni bundoq qilsangiz chang ko'tarilib ketadi. Xuddi nafas olishga ham qo'rqadigan darajada uchirib yuboradigan yengil bo'ladi. Shuning uchun buni juda ham ehtiyotkorlik bilan yig'ib olaman. Bunaqa urug'larimdan juda ham ko'p. Va ayniqsa chiroyli orxideya ko'rib qolsam magazinlardan, do'konlardan olishga harakat qilaman yoki shuni ko'paytirishga harakat qilaman, chunki bundan chiqqan orxideyalar undan ham chiroyli bo'lishi mumkin. Orxideyani parvarish paytida qandaydir qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa, albatta bizga yozishingiz mumkin. Shunga qarab, savollarga qarab bizni ko'rsatuv tayyorlab, sizga albatta chiroyli javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, shunaqa chiroyli gullarni har doim uyingizni to'ldirib tursin. Bugungi dasturimiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga kirib, o'z izohlaringizni qoldiring. Shuningdek, takliflaringizni ham bajonidil qabul qilamiz. Dasturimizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.